Yurtimizda oltin kuz fasli hukm surmoqda. Ob-havo harorati asta-sekin pasayib, kommunal xizmat ko'rsatish tizimi korxonalarining ishlari ortgan. Ayni shu kunlarda uy-joy fondi ijtimoiy-iqtisodiy soha obyektlariga tegishli bino va inshootlarni mavsum uchun tayyorlash jarayonlari yakuniy bosqichga kirgan. Bajarilgan ishlarning sifati nazoratga olingan bo'lib, qo'shimcha dasturlar bo'yicha ta'mirlash, tiklash ishlari davom etmoqda. Joriy yilning 25-sentyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishda ham hududlarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati muhokama qilindi. Davlatimiz rahbar tomonidan mas'ul idoralarga zarur topshiriqlar berildi. Gaz va elektr ta'minotida uzilishlarga yo'l qo'ymaslik uchun mutasaddilar shaxsan javobgar ekani ko'rsatib o'tildi. Toshkent viloyatida ham kuz-qish mavsumida iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash maqsadida tunu kun faoliyat yurituvchi viloyat shtabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Viloyat prokuraturasi organlari har bir obyektning holatini ko'zdan kechirmoqda. Bajarilgan ishlarning sifati nazoratga olingan. Toshkent viloyatida 63 ta ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari to'liq yakunlandi. Bundan tashqari 106 ta ijtimoiy soha obyektlariga geliya kollektorlar o'rnatilishi ta'minlandi. O'tgan mavsumda muammolar aniqlangan 240 ta uyning 38 ming kvadrat metr tom qismi, 538 tasining kirish yo'lagi, 368 ta elektr shitlari, 118 tasining yerto'la qismi to'liq ta'mirlandi hamda 600 ta zamonaviy yoritish chiroqlari o'rnatildi. Dasturdan tashqari boshqaruv servis kompaniyalarining mablag'lari hisobidan, ya'ni 11,3 milliard so'm mablag'lar evaziga 429 ta uyning 55 ming kvadrat tom qismi, 718 ta kirish yo'laklari, 140 ta temir eshiklar o'rnatildi. Issiqlik ta'minoti bo'yicha rejadagi 21 ta isitish qozonlari hamda 22 kilometrdan oshiq issiqlik tarmoqlari to'liq ta'mirdan chiqarildi. Ushbu tadbirlar uchun mahalliy byudjetdan 3 milliard 667 million so'm mablag' ajratildi hamda mablag'larning maqsadli sarflanishi Toshkent viloyat prokuraturasi organlari tomonidan to'liq nazorat qilindi. Shuningdek, viloyatdagi 4 ta issiqlik ta'minot korxonalarining mablag'lari hisobidan 17 ta qozon va 9 kilometr issiqlik tarmoqlari joriy ta'mirdan chiqarildi. Bundan tashqari 7,6 kilometr tarmoq izolyatsiya qilindi. Viloyatdagi 345 ta ijtimoiy soha obyektlariga 22,5 ming tonnadan oshiq ko'mir mahsulotlari yetkazib berildi. Iste'molchilarni uzluksiz elektr quvvati bilan ta'minlash maqsadida 2617 kilometr havo tarmog'i, 777 ta transformator punkti mukammal ta'mirdan chiqarildi. 690 kilometr havo tarmog'i va 2126 kilometr transformator punkti joriy ta'mirdan o'tkazildi. Dasturiy vazifalar to'liq bajarildi. Viloyatning Zangiota tumanida ham mavsumga tayyorgarlik ko'rishda o'tgan yilgi tajribalarga tayanildi. Ma'nan eskirgan uskunalar va jihozlar yangilanib, tizim modernizatsiya qilindi. Energiya yo'qotishlarning oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Zangiota tuman elektr tarmoqlari tomonidan 2025-yil boshidan fevral oyidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarliklar boshlanib, 176 ta transformator punktlarimiz to'liq va joriy ta'mirlandi. 363 kilometr 04 hamda 6 kV tarmoqlarimiz to'liq va joriy ta'mirlandi. Dastur bo'yicha belgilangan ishlar 100% to'liq bajarilib bo'lindi. Yuklama bilan ishlayotgan transformatorlar yuksizlantirildi. Bosh prokuratura ishchi guruhi o'rganish natijasida 3 ta mahallani, yana qo'shimcha dasturlar shakllandi. 18 ta transformator joriy va mukammal ta'mirlandi. 175 ta temir beton tayanchlar, mana eskigan yog'och tayanchlar o'rniga yangisiga almashtirilib, sal qismlar tortilib, xonadonlar fazalar aro teng taqsimlanib, buning natijasi ham iqtisod qilindi. Ham yuklamalar ancha kamaydi. Xonadonlarga sifatli elektr energiya yetkazib berishga erishildi. Qayd etilganidek, Bosh prokuratura ishchi guruhining tumanda o'tkazgan o'rganishlari hamda aholining murojaatlari inobatga olinib, qo'shimcha dasturlar tasdiqlandi. Unga ko'ra, tumanning chekka hududidagi 4 ta mahallada tabiiy gaz, toza ichimlik suvi va elektr ta'minotini yaxshilash bilan bog'liq yo'l xaritasi belgilandi. Bajariladigan ishlarning moliyaviy manbalari ko'rsatildi. Tumanning Turopobod, Alimbuva va Bog'zor mahallalarida qo'shimcha transformator punktlari o'rnatildi. Yangi jihozlar qo'yildi. Mavjudlari joriy va kapital ta'mirdan chiqarildi. Ayni kunlarda Alimbuva mahallasidagi eskirgan simyog'ochlar o'rniga temir beton ustunlar qo'yilmoqda. Havo tarmoqlarida tashkiliy texnikaviy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Alimbuva mahallasida 701 ta xonadon mavjud. Kommunal sohalar bo'yicha bir qator muammolar bor edi. Ko'chamizda eskirgan simyog'ochlarni 120 tasi almashtirildi. 2 ta yangi transformator qo'yildi. Qolgan 9 ta transformatorimiz mukammal ta'mirdan o'tkazildi. Elektr simlari o'zgartirilyapti. Bosh prokuraturaning tashabbusi bilan 18 ta kam ta'minlangan xonadonlarga 3 kilovatdan quyosh panellari o'rnatilyapti. Undan tashqari qolgan xonadonlar ham bunga katta qiziqish bildiryapti. 24 ta tashkilotimiz bor mahalla hududimizda. 17 tasi hozirgi kunda o'rnatish taraddudida 8 ta tadbirkor to'liq quyosh paneli o'rnatdi hozir.
Mavsumni talofatsiz o'tkazish maqsadida hududiy filialning markaziy omborida zarur mahsulotlar zaxirasi yaratildi. Jumladan 158 ta transformator punkti, 87 tonna transformator moyi, 748 dona temir beton ustun, 14,8 tonna sim, qariyb 55 kilometr kabel hamda 1190 ta kabel muftasi, 42 mingga yaqin avtomat o'chirgich zaxiraga qo'yildi. Viloyatning 22 tuman va shaharlari kesimida tunu kun ishlaydigan tezkor chaqirish guruhlari tashkil etildi. Ularga maxsus texnika vositalari biriktirildi. Tumanda bosh prokuratura ishchi guruhining ko'rsatmasiga asosan resurs tejamkorlikka qaratilgan tadbirlar gaz ta'minoti tizimida ham amalga oshirilmoqda. Kuz-qish mavsumiga ko'rilayotgan tayyorgarlik choralariga qo'shimcha kiritilgan rejalarga muvofiq aholi xonadonlaridagi eskirgan, jismoniy muddatini o'tagan gaz yondirgichlar zamonaviylari bilan almashtirilmoqda. Buning natijasida iste'molchilar 30-40% gacha tejamkorlikka erishyapti. Ayni mavsumda mahallalardagi gaz bosimi me'yorida bo'lishi kutilyapti. Oldingi yili biz ko'p gaz iste'mol qildik. Qo'shnilardan so'rab surishsam, bular yangi gaz yondirgichi olib kelishibdi, o'shani qo'yishibdi. O'shani hisobiga ularda kamroq, bizda ko'p yondi. Gaz xodimlari kelganda nimaga bizaniki unaqa ko'p yonmayapti deganimda, yondirgichidan deyishdi. Yondirgichi zamonaviysidan olib keldik. Gaz mutaxassislari kelib, mana o'rnatib berishyapti. Xudo xolasa, bu yoq qishlarda yaxshilikdan o'tib olamiz. O'tgan yil gaz bosim pastroq edi. Keyin bular kelib regulator qo'yib ketishdi. Mana hozir gazimiz yaxshi yonyapti. Endi buni ehtiyot qilib ishlatishimiz kerak. Hammaga birday borishi kerak bu gaz. Arifmetik hisob-kitob qilinganda ham har bir xonadon eski gaz yondirgichini almashtirish hisobidan o'rtacha 30% gacha gaz sarfidan iqtisod qilsa, 1000 ta xonadonli mahallada qo'shimcha 300 ta xonadonni tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati tug'iladi. Bundan tashqari, tumanning Alimbuva hamda Turopobod mahallalaridagi mavjud 1522 ta aholi xonadonlarini tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash va xavfsiz tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida ushbu hududlardagi jami 44 ta gaz taqsimlash nuqtasi demontaj qilinib, har bir xonadonga alohida bosim sozlagich o'rnatilmoqda. Natijada mahalla markazidagi xonadondan tortib, eng chekka hududdagi iste'molchilarning gaz bosimi o'zgarmaydi va pasaymaydi. Uyda 3 ta joyda gazni ishlatamiz. Tejamkor gaz yondirgich qo'yganimizga 1 yildan oshdi, ikkinchi yil ketyapti. Ancha yaxshi, 30%, 40% ga tejam bo'lyapti. Oldin gaz taqsimlash punktidan bu yoqqa kelishi har xil edi. Pastdagi xonadonlarga yaxshi kelardi. Bizga yetib kelguncha gaz pasayib ketardi. Endi hozir 2 bosqichga o'tilyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umidda biz. Gaz sohasi bo'yicha 21 ko'chadan 2 tasida gaz ta'minoti pasaydi. Bosh prokuratura ishchi guruhi tashabbusi bilan hozirgi kunda shu muammolar birma-bir deyarli hal bo'ldi. Mahallamizni gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha 701 ta xonadonimizga 2 bosqichli tizimga o'tkazish uchun regulyator qo'yildi. Gaz nuqtalarimiz bor. Ularni mukammal ta'mirdan o'tkazilyapti. Yana hozir suv masalasi bo'yicha ham ozgina muammolarimiz bor edi. Osiyo taraqqiyot bankidan moliyalashtirilgan u bo'yicha 7 ta ko'chamizda qo'rli, yangi qo'rli tortildi. Buni ham bosh prokuratura o'zini nazoratiga olgan. Shuningdek, ayni kunlarda qo'shimcha dasturlarga kiritilgan manzillarda gaz quvurlarini ranglash, gaz yondirgichlarni almashtirish, gaz taqsimlash punktlarini taftishdan o'tkazish ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Bajarilgan ishlarning sifati ishchi guruhlari tomonidan ko'zdan kechirilmoqda. Toshkent viloyatimizda o'tgan yilga nisbatan 1,5-2 baravarga yaqin mablag' ko'proq ajratilindi. Buning natijasida kuz-qish tayyorgarligi bo'yicha yo'nalishlarimiz bo'yicha 1,5-2 baravar ortig'i bilan ishlar amalga oshirildi. Turli xil diametrdagi gaz quvurlarimiz 28 kilometr rejaga qo'yilgan bo'lib, to'liq ta'mirdan chiqdi. Yer usti gaz quvurlarimizni bo'yoqlash ishlari 164% ga bajarildi. Gaz quvurlarimiz rekonstruksiya ishlarimiz belgilangan rejaga nisbatan 113% ga bajarildi. Hamda yer usti gaz quvurlarimizni korroziyani oldini olish bo'yicha 2025-yil kuz-qishga qo'yilgan reja 380 kilometr belgilangan bo'lib, hozirda amalda 164% ga bajarildi. 7127 ta gaz taqsimlash punktlarini to'liq taftishdan o'tkazilib, tayyorlab qo'yildi. E'tirozlarni oldini olish maqsadida aslida 34641 ta xonadonimizni 3 bosqichlidan 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, 34000 ta regulyatorlar o'rnatilgan hamda 116% ga bajarildi. Bosh prokuratura ishchi guruhining Olmaliq shahrida o'tkazgan o'rganishlari va aholi bilan muloqotlari natijasida kimyogar mahallasi og'ir toifaga kiritildi. Sababi hududdagi 20 ga yaqin ko'p qavatli uylar o'tgan asrning 70-yillarida qurilgan bo'lib, deyarli kapital ta'mirdan chiqarilmagan. Muhandislik tarmoqlari eskirgan va muddatini o'tagan. Ijtimoiy sohaga tegishli bino va inshootlarda ham kamchiliklar topilgan. Qisqa muddat ichida mahallalarni og'ir toifadan chiqarish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Qurilish va ta'mirlash ishlarining moliyaviy manbasi belgilandi.
Eng avvalo ko'p qavatli uy-joylar atrofidagi noqonuniy qurilmalar tozalandi. Boshqaruv servis kompaniyasi tashkil etildi. Korxonaning moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Bugun mahallada manzara tubdan o'zgardi. Aholining kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar deyarli bartaraf etildi. Yangilanishlar fuqarolarning mulkka bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. Ularning ertangi kunga ishonchini mustahkamladi. 20 yildan beri mana shu uyda istiqomat qilaman. Qo'shnilarimiz yaxshi. Hammamiz bitta oilada yashaymiz. Oldingi yashashimiz unchalik darajada emas edi. Gapni ochig'ini aytsam, kamchiliklar ko'p edi. Kirish joylarimiz ta'mir talafida edi. Yerto'lalarimiz unchalik emas edi. Tomdan ham ahyonda o'tib turardi suv. Endi shu paytga kelib nihoyatda o'zgarishlar zo'r. Uylarimiz ta'mirlandi. Bolalar maydonchasi yo'q edi. Mana maydonchalar hosil barpo bo'ldi. Kirish yo'lagimizga o'rindiqlar qo'yildi. Elektr ta'minotini yaxshiladi. Qo'yinchi daraxtlar, gullar ko'kalamlashtirib tashadi hamma joyda. Tomni hammasini ustini yopib, tayyor qilib berdi. Issiqlik bo'yicha muammolarimiz ko'p edi. Isitish quvurlarini ham ta'mirladi. Endi xuddi boshqa olamga kirib qolganga o'xshayman. Gapni ochig'i. Biz o'zimiz ham mana qo'ni-qo'shnilar bilan kelishgan holda mana bu maydonchalarga qaraymiz. Tozaligiga e'tibor beramiz. Har bittamizni ozginadan bo'lsa ham yerlarimiz bor. O'shalarga qaraymiz. Tozalikka e'tibor beramiz. Shunchalik aholini o'ylab, shunchalik darajada qilib beryapti bizga minnatdormiz biz. Rahmatlar aytaman. Qayd etilganidek, uylarning fasadi, tom qismi, yerto'lasi, kirish yo'laklari to'liq ta'mirdan chiqarildi. Bundan tashqari bolalar maydonchalari qurildi, mavjudlari ta'mirlandi. O'rindiqlar va tashqi yoritish ustunlari o'rnatildi. Artezian quduq qazildi, sug'orish tizimi qurildi. O'nqir-cho'nqir yerlar tekislanib, toza tuproq to'kildi. Yashil maydon barpo etildi. Ekilgan mevali va manzarali daraxtlarni parvarish qilish uchun mas'ul shaxslar belgilab qo'yildi. Huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida 30 ga yaqin kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalar istiqomat qilayotgan uylarning tom qismiga homiylik asosida quyosh panellari va geokollektorlar o'rnatildi. Irrigatsiya tarmoqlari tartibga keltirildi. Piyodalar yo'lagi qurildi. Ichki ko'chalarga asfalt yotqizildi. Yoshlar uchun mini futbol stadioni barpo etildi. Mahalla yoshardi desam bo'ladi. Men o'zim mana 75 ga keldim. Bunaqasi birinchi marta bo'lishi. Saqlashimiz kerak. Bu bizning o'zimiz uchun qurilyapti. Shu mahalla uchun qurilyapti. Shuning uchun buni saqlashimiz kerak. Uyda qanaqa buyumni saqlasak, uyimizni qanday saqlasak, toza tutsak, bu yerda ham shunday toza tutish kerak. Bolalarni ham hammasini tarbiya qilishimiz kerak. Ko'gartish o'zi bo'lmaydi. Mana suvlar olib kelinyapti. Yangi daraxtlar ekilyapti yana. Shu mahallamiz qancha yosh ko'karsa, shuncha xonadonlarga havo toza bo'ladi, chang pasayadi. Biz nuroniylar shu yosh bolalarga tushuntirishimiz kerak. Mahallada olib borilayotgan ishlar natijasida aholining kommunal xizmatlar uchun to'lov intizomi ham yaxshilanmoqda. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatmoqdaki, to'plangan mablag'lar hisobidan har bir mahallada shunday qulayliklarni yaratish mumkin. Buning uchun tizimda shaffoflik ta'minlanishi, boshqaruv servis kompaniyalari fuqarolar bilan bamaslahat ish tutishi zarur. Boshqaruv servis kompaniyasi 5 ta mahallaga xizmat ko'rsatamiz. Hozirda Kimyogar mahallasini ham xizmat ko'rsatish uchun qabul qildik. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni avgust oyidan boshladik, deyarli yakunladik. Kirish yo'laklaridagi framuga oynalar qo'ydik. 4 ta muammoli uyimiz bor edi. Hozirda mukammal ta'mirdan chiqdi. Yana bir muhim masala, mahallada ishsizlik darajasini qisqartirish va aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Shu maqsadda boshqaruv servis kompaniyasi salohiyatini oshirish uchun qo'shimcha loyihalar tayyorlandi. Unga ko'ra, kompaniya 10 dan ortiq xizmat ko'rsatish turini yo'lga qo'yadi va qo'shimcha 30 ga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Bugun hududda 16 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritayotgan bo'lsa, yana 30 ga yaqin biznes tashabbuslari qabul qilingan. Ular amalga oshirilsa, mahallada 100 dan ziyod yangi ish o'rni yaratilib, ishsizlikka deyarli barham beriladi. Bugun mahallada aholini toza ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi to'liq yechimini topdi. Uy-joy fondi hamda hududdagi 16 ta ijtimoiy soha obyekti mavsumga to'liq tayyorlandi. Endilikda Kimyogar mahallasining tajribasi ommalashtirilib, bosqichma-bosqich viloyatdagi og'ir toifaga kiritilgan boshqa mahallalarda ham qo'llash choralari ko'rilyapti. Umuman olganda,
tarmoqlarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash va obyektlarni qabul qilish jarayonlari Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan kuzatib borilmoqda. O'tkazilgan nazorat tadbirlar davomida aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etilyapti. Qo'shimcha resurslar ajratilmoqda. Sohaga mas'ul idoralar rahbarlari ogohlantirildi. Sholi ko'rmaksiz bo'lmaganidek, joriy yil davomida prokuratura organlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar jarayonida gaz ta'minoti korxonalarining mas'ul shaxslariga nisbatan 5 ta, elektr ta'minoti korxonalari mas'ullariga nisbatan 6 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va jazoning muqarrarligi ta'minlandi. Bosh prokuratura ishchi guruh tomonidan viloyat, tuman va shaharlarda bu yo'nalishdagi nazorat tadbirlari tizimli davom etmoqda. Asosiy maqsad ta'minotda barqarorlikka erishish va xalqimiz uchun munosib sharoit yaratishdir.